Meni eng qizig'i ispan oltini qiziqtiradi, Hayratxo'ja. Bu yerda ham Stalinning g'irromligi bo'lganda. 36-yili qarang, Ispaniyada hali o'sha grajdanlar urushi boshlangan paytda 15-oktyabr kuni Ispaniya Respublikasi endi xavf ostida-ku, Madridga bostirib kelyapti frankochilar. Shunda SSRga murojaat qiladi Ispaniya Respublikasi. Ya'ni SSRdagi Ispaniyaning elchisi Ispaniyadagi SSRning elchisi Mikhail Rozenberg orqali ular Stalinga chiqishadi. Stalinga chiqishib, Ispaniyaning oltin zaxiralarini vaqtincha saqlab turish uchun kafolat so'raydi ular SSRdan. Ya'ni Sovet hukumatiga o'sha o'zlarining oltinini topshiradi. Shuni saqlab berib turinglar deydi vaqtincha. Biz qachon g'alaba qozonsak yoki nima bo'lsak, hukumat ana bo'lsa qaytarib olamiz. Yoki boshqa hukumat, Ispaniya hukumati qaytarib olish nimasi bilan, majburiyati bilan shunaqa kelishuv bo'ladi. Bu nima deydi? Hujjatli asosda, hujjatlar asosida kelishuv, dogovor deydi-ku, shartnoma asosida SSRga topshiradi. 510 tonna oltin. Tasavvur qiling, bu o'sha paytda 1 milliard 581 million dollarni tashkil qilgan. Bu jami ispan oltinining 72.3% ni tashkil qilgan. Juda katta qismi. Hayratxo'ja, asrlar davomida to'plangan ispan oltini, asrlar davomida. O'sha koloniyalar. 100 yillar davomida Amerikani talab baribir buyurmas ekanda, qarang. Baribir buyurli narsa buyurmaydi. Birovning narsasi buyurmas ekanda. Mana shundan misolda. Bir o'g'ridan ikkinchi o'g'riga o'tib ketdi. 4 ta kemada olib ketadi. Sovet ittifoqi, qarang. Neva, Kim, Kuban va Volgales degan kemalar mana shu oltinlarni bo'lib olib ketadi, Odessa portiga tushirishadi. Bu yerda o'sha nima deydi, o'sha Sovet razvedkasi o'sha juda yaxshi ishlaydi, haqiqatdan ham o'sha nimalar ishlaydi. Va oltin SSRga olib kelib, o'sha nimaga tashib olib kelinadi. O'sha Moskva, o'sha o'zini zaxira omborlari bor, fond olib kelinadi. Buni qarang, oradan 1 yil bor yo'g'i o'sha 1 yil emas, bir necha oylardan keyin shu 37-yil 24-yanvar kuni ispan elchisi Marcelino Pascua, ya'ni Sovet moliya narkomi, ya'ni moliya ministri vaziri Nikolay Kristinskidan oltinni qaytarishni so'raydi. Ispan oltinini. Bizga oltin kerak, chunki qurol u yoqda yutqizib, biz qurol sotib olishimiz kerak bosh. Shunda Kristinskiy Stalinga shu gaplarni aytadi-da, ispanlar o'zini oltinini so'rayapti desa, Stalin nima deydi haligi? Ixtizzo bilan, ya'ni prikol qiladi. Istihzo. Ispanlar o'z quloqlarini qanday ko'ra olmasalar, endi oltinlarni xuddi shunday ko'ra olmaydilar. Bu fakt. Odam o'zini quloqini ko'ra olmaydi-ku. Ispanlar oltinni o'zini quloqidan ko'ra olmaydi boshqa. Shunday dangal aytgan ekan. O'sha Kristinskiy buni o'zini esdaliklarida yozgan. Nima deydi? Как да ушей deydi-ku, ruschasiga shuni aytgan ekan. Bu ochiq o'g'irlik. Ochiq o'g'irlik. Dangal shu bo'lmaydi, bo'ldi, ispanlar ola olmaydi pulni, oltinni. Ketdi, qoldi. Ispaniya haligacha mana shu haliga qiladi. Sovet o'sha xafa. Sovet ittifoqidan ham, Rossiyadan ham xafa bo'ladi. Deyarli butun oltin zaxira fondini bir umr sizga oltiningizni olib qo'ysa, keyin o'zimiznikini tashib ketdi, so'ra olmaymiz-ku. O'zimizni qancha Buxoro oltin. Qani hozir ham so'ra olmaymiz-ku. Nega Ispaniyadan xafa bo'lamiz? O'zimiz ham so'ra olmaymiz-ku oltinni. Ya'ni bizni birinchi Buxorodan oltinlarni olib ketayotganda ixtiyor ekan Temurxo'ja domla aytib berdilar, hurmatli muxlislar. Turkiya Respublikasi tashkil topayotganda SSRdan yordam so'ragan ekan. Shunda Lenin aytgan ekanki, endi bizda yo'q-ku, lekin Buxoroda Usmonxo'jayevlarda pul bor. Shuni agar bersa, men senga yetkazib beraman degan ekan. 100 million oltin bergan ekan Buxoro Turkiya Respublikasiga yordam sifatida. 100 million oltindan ixtiyor aka Rossiyaga borgan. 100 million oltin, endi bu qanaqa hisoblanganini bilmayman. Oltin birligida 100 million oltin. 100 million oltin tanga bo'lsa, shunaqami ekan? Necha tonnada u? Mana shuni keyin nima qilgan ekan-ni? Lenin 80 millionini o'zida qoldirgan ekan Moskvada. 10 millioniga qurol-yarog', 10 millionini naqd qilib yetkazgan. Ya'ni 20 millionigina 5 dan 1 yetib borgan.